Salom, ben Timur. Hammamiz Telegram ishlatamiz, to'g'rimi? Va Telegramda Telegram Premium degan platniy podpiskasi bor, ya'ni to'lovlik podpiska, har oy to'lab turasiz. Va ko'pchilikning savoli, Telegram Premium o'zi nima? Nima manfaati bor? Nima foydasi bor? Nima fishkalarni beradi sizga u pulga? O'sha pulni har oy to'lab turish arziydimi va kim uchun kerak o'zi Telegram Premium? Mana shu hamma savolga qisqa lo'nda qilib mana shu videoda javob beraman. Sizdan bitta podpiska, bitta like и biz videomizni boshlaymiz. Ketdik. Telegram Premiumni obzor qilib berishdan oldin hozir sizlar bilan birgalikda kirib sotib olamiz Premiumni и keyinmasiga ko'rsataman. Siz o'ylashingiz mumkin, hali o'zing sotib olmagan bo'lsang, qanaqa payt bermoqchisan deb. Men Telegram Premiumni 2-3 oy ishlatganman, keyin o'chirib qo'yganman. Vaqtinchalik. Mana hozir shu video qilish uchun boshqatdan yoqib ko'rsatyapman. Mana Telegramga kiramiz, nastroykasiga kiramiz и bu yerda Telegram Premium degan podrazdelение bor. Bosamiz. Bu yerda butunlay Telegram Premium sizga nimani taklif qilsa hammasini yozib qo'yibdi. Pastida подключить за $2.99 в месяц deyapti. То есть $3 oyga to'lov qilib borasiz. Mana подключитni bosamiz и так подтверди покупку deyapti. Men Face ID bilan подтвердить qilaman. Bu narsa ishlab ketishi uchun siz nastroykasiga kirib, платежный данные kiritishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Visa kartami, Master kartami. Agar kiritilmagan bo'lsa, mana shu to'layotgan paytingizda o'zi Visa kartangni kirit yoki Master kartangni kirit deb sizga nimani menyuni chiqarib beradi. Menda chiqarmadi, birdan mana you all set, your purchase was successful. Menda hech narsa so'ramadi, chunki menda уже платежный sistema nastroyka qilingan. Okeyni bosamiz. Все. Telegram Premium bizda endi bor. Orqaga qaytamiz и ko'rishingiz mumkin, tepada Timur Xatamov degan ismi familiyamning oldida endi galojka turibdi. Aslida pullik Telegramda har xil kichkina melki fishkalar mavjud, lekin men sizga aynan siz bilishingiz kerak bo'lgan funksiyalar haqida gapirib beraman. Birinchi narsasi, agarda siz oldin 500 tagacha gruppa va kanallarga obuna bo'lishingiz mumkin bo'lsa, endi siz 1000 tagacha gruppa va kanallarga obuna bo'lishingiz mumkin. Lekin men oxirgacha tushunmayapman, qaysi ahmoq 1000 ta gruppa va kanalga podpiska bo'ladi. U Telegramda keyin вообще o'tirib bo'lmaydi-ku. Telegram o'zining xususiyatini yo'qotib qo'yadi-ku. Bu Telegramning o'zining asli xususiyati, bu messenger. Tez kimgadir сообщение jo'natib, kerakli informatsiyani qabul qilib olish. Agar 1000 ta gruppaga podpisan bo'lsangiz, uni hammasidan SMS kelib yotsa, jinnixona bo'lib ketadi-ku. Так что birinchi mana bu gruppa kanallarga 500 tadan 1000 tagacha obuna bo'lishligi bu meni o'ylashim bo'yicha bu jinnilik. Bu uchun pul to'lash men uchun noto'g'ri. Endi men shunaqa qilib har bitta fishkani kommentirib qilaman. Ikkinchisi, zakreplonniy chatlar. Oldin siz 5 tagacha chatlarni qadab qo'yishingiz mumkin edi. Endi 10 tagacha chatni qadab qo'yishingiz mumkin. Meni o'ylashim bo'yicha 5 tagacha chatni qadab qo'yish bu nima deydi, zолотая середина, oltin o'rtalik o'zbekchasida qanadir boshqa tuyular ekan. Agar 10 ta bo'lsa, u polniy telefoningizning ekrani yopilib qoladi. Zakreplonniy chat bilan. Yangi biron kishidan сообщение kelgan bo'lsa agar, uni ko'rmay qolasiz, pastga qolib ketgan bo'ladi. Faqat zakreplonniy chat bilan turgan bo'ladi. Endi bu vkusovshina, kimga qanaqa, kimdir aytadi, "Yo'q, 10 ta bo'lsin zo'r" deydi, kimdir aytadi, "Yo'q, 5 ta bo'lsin zo'r" deydi. Men uchun 5 ta normalniy, так что ikkinchi fishka ham pul to'lashga men uchun arzimaydi. Keyingi narsa, endi sizda animirованный emoji mavjud. Oldin prosta emoji tanlab jo'natsangiz, o'sha siz gapirayotgan paytingizdagi emotsiyani ko'rsatib berish maqsadida, endi o'sha emojini bu yanada zo'roq ko'rsatib beradi o'zicha. Animirованный emoji bilan, bir-ikki marta prikolatsiya qilish uchun prikolniy narsa, lekin na постоянной основе уже o'rganib qolasiz и как-то shu uchun ham men pul to'layapmanmi? Shu ham arziydimi degan xayolga kelasiz. Endi kimga qanaqa? Menga animirованный bo'lmasa ham bo'laveradi. To'g'risi. Men o'zi unaqa stiker, unaqa emojilar va kamdan kam ishlataman. Постоянно men kim bilan gaplashsam emoji kam ishlatganim sababli hamma o'ylaydiki, sen nima deydi, чувство юмора yo'qmi senda? Shunaqa nima deydi, dubga o'xshab gapiraverasanmi deydi. Так что men o'zimning subyektiv мнением mana shunaqa. Keyingi narsa. Endi meni fikrim bo'yicha arziydigan fishkalardan biri bu. Загрузка файлов до 4 GB deb yozib qo'yib Telegramning o'zida. Oldin besplatniy Telegramda, bepul Telegramda siz 2 GB gacha faylni, videomi, fotomi, zip arxivmi farqi yo'q, biron kishiga jo'natishingiz mumkin edi. 2 GB gacha. Platniy podpiskani olganingizdan keyin 4 GB gacha jo'natishingiz mumkin. Agarda siz content creator bo'lsangiz, fotograf, videograf, montajyor bo'lsangiz agar, bu funksiya siz uchun juda ham kerakli funksiya. Bir-biringiz, to есть masalan montajyorga biroz jo'natasiz, montajyor sizga biroz jo'natadi masalanda katta fayl. И mana shu paytda 4 GB gacha jo'natish mumkin bo'lganligi bu juda ham zo'r narsa. Menga o'zi mana shu narsa to'g'ri keladi. И yana bitta qo'shib ketadigan narsam избранные bor-ku Telegramda. O'sha избранныйga siz xohlaganingizcha
fayl jo'natishingiz mumkin. То есть u yoqda хранилище вообще безграничный, anosi yo'q, limiti yo'q. Xohlaganingizcha gigabayt tiqib yuborishingiz mumkin ichiga. Keyingisi, menga yana bitta yoqqani bu ускоренная загрузка. Oldin sizning internetingizni skorosti, bilmayman, gigabit bo'lgan taqdirda ham Telegramning o'zida bepul Telegramda ограничение по скорости turadi. Shuning uchun bitta bir xil skorost bilan skachиваться qiladi. Endi bu ограничение yo'q. Endi skorost bo'yicha, tezlik bo'yicha ограничение yo'q. Sizning internetingizning tezligi qancha baland bo'lsa, o'shancha baland tezlikda siz fayllarni o'zingizga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham zo'r narsa. Mana bilasizmi, odamzodning eng qimmatbaho resursi bu pul emas, bu uni vaqti. Vaqtni ekonom qilish bu juda ham qimmatbaho narsa. Bu narsa sizga shuni beradi. To'g'ri, qanchadir sekund bo'yicha ekonom qilishingiz mumkin, lekin bu yillar davomida bu nima deydi, haftalar bo'lib ketishi mumkin, oylar bo'lib ketishi mumkin. Tushunyapsiz? Так что mana shu tez yuklab olish mumkin bo'lgan xususiyati bu juda ham zo'r. Ish paytida videograf, montajyor boyga aytganimdek, mana shular uchun juda ham zo'r asqotadi. Keyingisi, bu уже более такой прикольный narsa, unchalik foydasi bor yoki yo'q deya olmayman. Mana qarang, голосовой jo'nataman hozir. Привет, как дела? Endi bu распознавание речи qilib beradi. Mana bu A knopkasini bosamiz. Mana men gapirgan narsamni bu распознавать qiladida yozib beradi. O'zbek tilini tushunmaydi. Rus tilini tushunadi, ingliz tilini tushunadi va boshqa tillarni tushunadi, lekin o'zbek tilini tushunmaydi. Mana ko'rdingizmi? Endi qanchalik bu narsa kerak yoki yo'q bilmayman. Kerak bo'lishi mumkin. Masalan, sizga kimdir голосовой jo'natdi, siz собраниеda o'tiribsiz. O'sha paytda mana shu распознаваниеni bosasizda nima degan bo'lsa, o'shani eshitib tushunib olasiz. Agar o'zbek tilida gapirgan bo'lsa, hammasi bir tiyin, rus tilida gapirgan bo'lsa, hammasi mana bundoq. Qani bitta prikolga o'zbekcha gapirib ko'raychi. Salom hammaga, meni ismim Timur. Распознаваниеni bosdim. Tushundi. To'xtang. Boshqatdan. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Timur Xatamov. Bugun biz Telegram Premium haqida video tushiryapmiz. Qani ko'ramiz, odamlarga yoqarmikan yoki yo'qmi? Hozir gapimni qaytarasizmi orqaga? Davay, tushunma, iltimos, tushunma. Men hozir shuncha gapirgan gapim bekor bo'lmasin. Hammaga assalomu alaykum. Timur Xatamov bugun best Telegram Premium haqida video через Hanako Ramosyan. Короче, to'g'ri gapirgan ekanman, o'zbek tilini tushunmas ekan. Keyingi narsa, Telegram Premium aytayaptiki, endi siz Telegram Premium olganingizdan keyin chatlaringizni mana bunaqa papkalarga taxlab qo'yishingiz mumkin. Masalan, ish, там oila, balo, battar, отдельно. Meniki esa boshqacha там новые все чаты и так далее bo'lib turibdi. Hozir ekranda ko'rishingiz mumkin. Sizga bitta sekret aytaymi, men buni Telegram Premium olmasdan ham o'zim qilib qo'yganman. Prikol shundaki, men platniy podpiska olmasdan turib ham shu narsani qilganman. Bu yoqda Telegram Premium aytayaptiki, siz Telegram Premium olsangiz mana shu narsani qilishingiz mumkin deb. Tushunarsiz. Keyingisi, bu skорее fishka emas, pont. Ko'pchilik Telegram Premiumni bilasizmi? Mana shu uncha funksiyasi borligi uchun emas, balki mana shu galочка turishi uchun. Mana Timur Xatamov turibdi, yonida galочка turibdi. Bu yerda xohlagan emojini, xohlagan nimani olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni nomingizni oldiga, masalan, animirованныйsi bor, не animirованныйsi bor, tam ishdaman, zanitman, masalan, unda qilsangiz ishdaman bo'ladi. Так, unda qilsangiz men hozir yurib ketyapman bo'ladi, masalanda. Yoki prosta o'zini standartni yulduzchasini qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Ko'pchilikni bilaman, mana shu narsa uchun olgan. Qolgan narsasi umuman qiziqtirmaydi unga. Prosta Telegramga kiradi, tekst yozadi, chiqib ketadi. Galочкасы borligi, pound. Va oxirgi narsasi bu, qarang, Telegramga настройкasiga kiramiz, bu yerda оформлениеga kiramiz, pastga tushamiz. Endi pastda bizda 3 ta yangi Telegramning o'zini znachokini o'zgartirish mumkin. O'zini znachokini, masalan, mana premium anaqa znachok yoki turbo, mana turboni qo'ydim, chiqdim. Ko'ryapsizmi, mana Telegramimning znachoki, logotipi o'zgardi. Bistalkovoy narsa. Bormi bu, yo'qmi, nima farqi bor menga? Hech qanaqa funksionalda menga foyda olib kelmaydi, hech qanaqa manfaat olib kelmaydi. Men o'zim seriozno, mana jiddiy sezgan funksiyalarimdan biri bu. Birinchisi 4 gigabaytgacha bo'lgan fayllarni jo'natish, ikkinchisi ускоренная загрузка, ya'ni siz skachat qilayotganingizda, ya'ni fayllarni yuklab olayotganingizda hech qanaqa ограничение yo'q va uchinchisi nima deyishim mumkin uchinchisi haqida? Распознавание речи. Mana shu prikolnisidan. Chunki
Men ruschada ko'proq gaplashaman o'zbek tiliga qaraganda, hayotda men to'g'risini aytib qo'ya qolay. O'shaning uchun men ko'pincha masalan o'rtoqlarimga bironsi голосовой jo'natsam, ruschada jo'nataman. Ular ham menga ruscha jo'natadi. O'sha paytda men biron joyda совещаниеda yoki bu joyda o'tirgan bo'lsam, голосовойni ochib o'qib nima qila olmayman, eshita olmayman. O'sha paytda распознаваниеni bosaman va o'qib olaman. Rus tilidagi распознавание rejasi juda ham yaxshi ishlaydi. O'zbek tilidagisini o'zingiz ko'rdingiz. Endi bu Telegram Premium kim uchun kerak degan savol bersangiz agar, oddiy srednestatistiskiy odam bo'lsangiz agar, Telegramni faqat tam oilangizga rasm jo'natish, qanaqadir yangiliklarni ko'rish Telegram kanallaridan, переписываться qilish bir-biriga. Sizga Telegram Premium umuman kerak emas. Agarda siz content creator bo'lsangiz, montajyor, fotograf, videograf, mana shunaqa ishda ishlasangiz agar, Telegram bu siz uchun juda ham zo'r instrument o'zi aslida. Telegram Premium o'sha sizni vaqtingizni qisqartirib beradi. Tezroq fayllaringiz yetib boradi kerakli odamga, kerakli odamdan sizga kerak bo'lgan fayllar tezroq yetib keladi. Mana shu tarzda ishlatsangiz agar, Telegram Premium sizga kerak. Mana shu odamlarga kerak. Oddiy srednestatistiskiy odam uchun Telegram Premium umuman kerak emas. Har oy $3 ya'ni yoki $5 bilmayman to'lash shart emas. Mana bu galochka hammasi pont. Так что Telegram Premium haqida obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga ushbu rolik yoqgan bo'lsa, keyingi roliklarda ko'rishguncha bitta like, bitta kommentariy qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling. Yanada qiziqarli videolarni kutib qoling. Hammaga xayr. Sizlar bilan Teamline aka Timur Xatamov, aka Teamline. До встречи.